Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan biza Bobur official'mizni. Bugun biza Minecraft'da bitta narsa ro'y berdi. Allohning qudratini qaranglar. Mana bu tomonda qor yog'yapti. Endi bu yoqqa yurib kelsam, qani qor? Yo akalar, bunga bitta like va podpiska bosib, kommentariyaga wow deb ketinglar. Ko'ryapsizlarmi? Men qaranglar-da endi. Bu yoqqa keldim. Mana bu yerdan bu yoqqa ko'ryapsizlar, polni qor bo'lib ketgan. Lekin bunday qilsam, bu yerda bir tinam yomg'ir qorni o'zi quyib yotibdi. Ya akalar, nima bu? Menga kimdir tushuntirib bera oladimi buni? Hozir metga bittani qo'yamiz. Yorqinroq bo'lib turishi uchun. Akalar, Minecraft o'ynayotganda shu narsa sodir bo'lib qoldi. Bu Allohning qudratimi yoki Minecraftning bug'imi? Kommentariyaga yozib ketamiz.